Assalomu alaykum, meni kuzatib borayotgan mehribon xalqim. Men Vostokdan uyga yetib keldim. 1200 kilometr Moskvadan bosib Vostokdan uyga yetib keldim. Ne'matjon olib keldi meni. Mana keldik, bordik. Bankomatiga borib, mana bunaqa adreslarimni kirgizdim. Mana shularni yozib talon berdi. Talonlarni kirgizib pasportimdan ksera qilib kirgizib olib qolishdi. Ertalab soat 9da kelinglar deyishdi. Shetgacha keldi bu xalqim. Sizlarning yordamlaringiz bilan shetgacha keldim. Endi bolajonim inshaalloh topib olib ketaman. İnşallah. Agar bolajonim betlardan chiqmasa, o'sha urush maydoniga o'zim boraman. O'shadan eskini topib urush maydoniga o'zim boraman. Borib o'sha urush maydonidan bolamni olib chiqaman. Bolam yurgan yo'llardan yuraman. Bolam bosgan izlarda bosaman. Mana bolam his qilgan narsalarni his qilaman. O'sha yerlarda o'lib ketsam agar bolamga yaqinroq bo'laman. Agar bolam chachilib ketgan bo'lsa, bittalab suylarini teraman. Ko'zlarimga surtaman. Qo'llariga yuzimni yuvaman bolamni. Bolamni olib chiqaman, terib suylarini. Bitta tirnog'ini ham qo'ymayman bolamni. Bitta tirnog'ini ham qo'ymayman. Bolajonimni olib chiqaman, olib kelaman. O'zbekistonga olib ketaman. Betlar qonxo'r yurtlar, betlar fashistlar yurti. Bolamni tirigini qaytara olmaganman. Endi albatta yo tirigini yo o'ligini olib ketaman. İnşallah. Duo qilinglar xalqim. Duo qilinglar. Olib ketaman bolamni. Assalomu alaykum. Meni kuzatib borayotgan xalqim. Mana men DNK topshiradigan Rostov-na-Donda DNK topshiradigan военный частьga keldim. Men bilan mana shuncha xalq hammasi farzandini yo'qotgan shuncha xalq mana bolalari bilan kelib o'tirishibdi. DNK topshirgani kelgan hammalari mana. Duo qilinglar. İnşallah farzandlarimiz tirik bo'lsin. Bitta o'zimga emas. Mandaqa farzandlarini yo'qotgan, Rapavshi degan javob olgan barcha onajonlarimiz va farzandlari tirik bo'lsin iloyim. Mayli oyog'i uzilgan bo'lsa ham, mayli qo'li uzilgan bo'lsa ham, oyoq qo'li yo'q bo'lsa ham mayli. Tirik bo'lsin iloyim. O'zimiz boqib olamiz. Menga o'shaga onalarda duo qilinglar xalqim. Hozir bir ajdaniy zalida turibmiz.